Uch Qahramon postidan 5 kilometr uzoqlikda sizlarga mana bu kottejniy garajda ko'ryapsizlarmi? Mahallasi haqiqatda zo'r qilingan. Bu uyimiz 4 sotuvdan iborat bo'ladi. Uglovoyda tushgan bir qavatli uyimiz. Xohlasanglar bu uyimizni olib, shundoq remont qilib o'zingizlar yashasanglar bo'ladi. Nima degan, uy ichlari hamma joyi remont bit bo'lgan va tashqarisi suvoq holatda turibdi. Bir qavatni sevadigan insonlar uchun haqiqatda yaxshi uylarimizdan biri bo'ladi. Ko'rasizmi, xohlasanglar quruvchi akalar bo'lsa, shu yerda shuni sotib olsanglar, ikkita bemalol tushirib yuborsanglar bo'ladi. Uglovoy bo'lgani uchun yutuqi shunda bo'ladi. Uyimiz общий kvadraturasi 200 kvadratdan iborat bo'ladi. Ichlarini ko'rsatamiz va narxini oxirida aytib ketaman. Shuni kirganinglarda, uy ichiga bir qavatli uyimizga kirganinglarda bu yerda alohida xona qilib qo'yilgan, garderob xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Va bu tomonimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda birinchi qavatda общий sanuzol bo'lib ketgan bo'ladi va bu yerda ota-onalar uchun yotoqxona. Bu o'zini bu yerda sanuzollari qilib ketishgan. Ko'rasiz, remontlari haqiqatda yaxshi. Faqat ko'chasini mundoq qilib o'zingizlar uchun yashash uchun haqiqatda yaxshi qilib qo'yilgan. Bu yerda yana bitta детский spalnya qilib ketilgan. Bolalar uchun yotoqxona qilib qo'yishgan. Ko'rasiz, yuringlarni keyingi xonalarni sekin-sekin ko'rsatib ketamiz. Butini ko'ryapsiz. Bu yerda endi alohida yana bitta детский spalnya qilib qo'yilgan. Bu yerda endi dazmol-pazmolni qo'yib qo'yishgan. Bitta xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Va bu tomonimiz zal qismi bo'ladi. Bolalar, bu yerda endi zal qismi bo'ladi. Bemalol mehmonlarni kutib oladigan zonasi. Ko'rsanglar, har bitta qarasanglar, har bitta joyimizda oynalar qilib ketilgan, gulxo'y bo'lib qolmagan. Zal qismidan bundoq chiqqaninglarda bu yerda oshxona qismi bo'ladi va choy ichib o'tiradigan zonasi. Qarasanglarchi, oshxonasi juda ham приятный qilib ketilgan. Haqiqatda bemalol maza qilib ayolinglar ishlaydigan joy bo'lib turibdi. Endi ko'rdinglar, bu yerdan alohida panoramli oyna hovliga qaratilgan bo'ladi. Ko'rsanglar, uy ichi remontlari haqiqatda yaxshi qilingan. Faqat tashqarisini shunaqa suvoq holat bo'lib turibdi. Tashqarisini bundoq fasadini bitta chiroyli qilib o'zinglar uchun remont qilib olsanglar, haqiqatda zo'r variantlardan biri bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $140 ming deb aytilyapti. Bir qavatli uy uchun haqiqatda shikolat narxlardan biri bo'ladi. Past telefon nomerini qoldirganman. Bemalol aloqaga chiqib, bu uyimizni o'zinglarning ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.